Assalamualaikum hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hökuməti televiziyasining xəbərlər proqrammasına kirişlərini qızğın qarşı alırıq. Guardian gazetining 15 martdagi xəbəriga qaraganda, panolanğıçılar üçün Norvegiya yaxşı bir dövlət, amma Norvegiyaning yiroq şəhərləridəki musulmonlar nazarband və təhdid qılınış əndişəsi bilan yaşamoqda. Sharq Turkistonlik Ömer ismli bir Uyg'ur Xitoy doiralarining tahdidlaridan qochib, Norvegiyaning Kerkens bozoridagi sinema kampaga kelib o'rinlashgan. Uning telefoni Xitoy jasuslarining seni u yerga undaq ishlarni qilmasin deb avatdiq. Kim ekanligingni pisantingga olmayotsan degandek uchurlari aldanganligini ifodalagan ovozlar bilan to'lgan. U 4 yil burun o'xshash ish bilan shug'ullanuvchilar tarafidan maxfiy vazifa, ya'ni Uyg'urlarning orasiga kirib jasuslik qilish sharti bilan Yevropaga avatilgan. U ilgari chet elga chiqib Sharq Turkistonga qaytgandan keyin Xitoy tajovuzchilari tarafidan tutqun qilinib, lagerga qamalgan. Lagerda ig'ir zulmlarni ko'rgandan keyin Xitoyga sodiq qul bo'lishni qaror qilgan. Aeroplan istansiyasida terrorchi ekanligini isbotlaydigan bir hujjatga imzo qo'yishga majbur bo'lgan. Xitoy xodimlari hujjatni ko'rsatib turib, bu hujjatning uning terrorchi ekanligini isbotlaydiganligini, nega berishidan qat'iy nazar bu hujjat orqali uni qaytarib keldiganligini aytgan. Ömer İstanbulga kelib normal turmush kechirgan. Xitoyga jasuslik qilmagan. Bu jarayonda Xitoyning tajovuzchiligiga uchragan. İstanbulda bexatar yashashdan umidsizlanib Norvegiyaga sig'ingan. Garchi Norvegiya insonlarning demokratik haqlarini qo'llaydigan bexatar bir davlat bo'lsa-mu, bu yerdagi 2500 nafar Uyg'ur musofir doim andisha ichida yashaydi. Ilgari Xitoyning turmusida yetib 2010-yili chet elga qochib chiqqan 34 yoshlik mardammo Norvegiyaga o'rinlashgan bo'lib, ismini o'zgartgan bo'lsa-mu, Xitoy buni bayqab olgan va turmada ko'rgan xo'rliqlarni hech kimga aytmaslikni topilgan. Uyg'urlarni nazorat qilish taklifini berib, buning uchun pul beradiganligini aytgan. Muaddir Norvegiyaning bir tor bekitiga taxallus qo'llanish orqali Uyg'urlarning tortayotgan zulmiga aloqador maqola yozganda, Xitoy uning Sharq Turkistondagi cho'ng onasining uyiga berib olib, parakanda qilgan. U Xitoyning baribir bilib olganligini bayqab, o'z ismi bilan yozishga boshlagan. Norvegiya saqchi markazi Norvegiyadagi Uyg'urlarning tajovuzga uchrashining oldini olish uchun tirishchanlik ko'rsatayotganligini aytgan. Uning aytishicha, Xitoy va Iran axborot mulozimati Norvegiyadagi musofirlar va o'qituvchilarni nazorat qiladi ekan. Xitoyning Oslodagi bosh elchixonasi Xitoy doiralarining Uyg'urlarga zulm qilmayotganligini aytgan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandi Xitoyning Uyg'urlarni nazorat qilishi va qo'rqitishi davlat hal qilgan bo'lib, menmi Amerika fuqarosi bo'lish supatim bilan Xitoy vakolatchilari tomonidan ko'p qatim tajovuz va tahdidga uchirdim. G'arb davlat hukumatlari chet elda yashayotgan Uyg'urlarni qo'g'dash, jasuslarni ayblash uchun texnik ko'p xizmatlarni qilish lozim dedi. Wall ko'chasi jurnalining 16 mart kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy vakolatchisi o'qituvchilarning qurultaydagi faoliyatini oxirlashtirish uchun qabiy usullarni qo'llanishni tavsiya qilgan. Bir Xitoy vakolatchisi shaxsiy qaralg'uchi setib olib, saylovga qatnasha olmagan darajada urushga buyurishdek vahshiy usullar bilan qurultay kandidat vakillarining qurultaydagi faoliyatini oxirlashtirgan. Sotchilar Xitoy vakolatchilarini Amerikada yashaydigan o'qituvchilarga parakanchilik solgan deb ayblagan bir qator arizlarni oshkorladi. Sotchining aytishicha, Xitoy hukumatining vakolatchisi o'zi va oilasining pasportini olish uchun Xalqaro tantarbiya komitetiga vakillik qiladigan qiyofatga kirib olib, boshqa bir o'qituvchining uyiga berishni planlagan. O'qituvchining ismi oshkorlanmadi. Surishtirishga qiziqadigan birining aytishicha, 1989-yildagi o'quvchilar harakatini planlagandan keyin Amerikaga qochib kelgan Amerikalik muz teyilish olimpiyatchisi Alisa Liuning dadasi Arthur Liu ekan. Taftish mahkamasi Brooklynda 5 odamni ayblagan 3 delilni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, ularning 3i qamoqqa qamalgan, ikkisi qochib ketgan. Amerika doiralari uzundan buyon Xitoy hukumati qonunsiz taktikalarni ishlatib, siyosiy raqiblar va o'qituvchilarga tahdid solgan deb ayblagan bo'lsa-mu, ammo qonun ijro qiluvchilarning aytishicha, bu ishlar keskinlashib, Amerikaning siyosiy musobaqasiga qadar yetgan. Davlat bexatarlik ishlari yordamchi advokati Matt Olsen bu haqdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida dunyoning har qaysi joylaridagi diktator davlatlar besim va chirilikka qarshi turishga jur'at qilgan kishilarni qo'rqitish va jazolash uchun chegara atlab harakat qilishda intayin jasoratlik dedi. Xitoyning Washingtondagi elchisi buningga javob berishdan o'zini qochirgan. Uyg'urlarning mustaqillikka erishishidagi eng buyuk imkoni uning kallasidir. Bu kallani saqlab qolgandimi sog'lom saqlab qolish intayin muhim. Bu kallaning erkin ishlashi uning o'z funksiyasini normal, odamiy shaklda ilib berishining kafolatidir. Dal mushu sababdan kallaning erkinligi va uning erkinligini qo'lga keltirishni o'zining adoqqa nishoni qilishi uning sog'lomligining asosidir. Uning qayta insoniylashganligidir. O'z-o'ziga ega bo'lishining ifodasidir. O'z-o'zini xuddi Maslow'ning ehtiyoj ta'limotida aytilgandek
reallaştırışının açqıçıdır. Mustaqillik Uyg'urlarga bir kelgusini ko'rsatadi. Bu orqali ular qatliam keltirib chiqargan kelgusi yo'qdek his qilishdan qutuladi. Mustaqillik uchun tirishish ularning hayotini yangi ma'noga ega qiladi. Bu orqali ular qatliam elib kelgan hayotining borgan-sari ma'nosizlashishidek, insoniysizlashish keltirib chiqargan mavjudlik qimmatining yo'qolishidek kirsisning halokatli patqiqidan o'zini qutuldirib chiqalaydi. Mustaqillikqa intilish ularning g'ururini qayta ko'taradi. Bu orqali ular qatliamda payxon qilingan g'ururi va izzat hurmatiga qayta erishadi. Mustaqillik uchun bir safda kurash qilish ularning haqiqiy ittifoqligini borliqqa keltiradi va kuchaytiradi. Bu orqali ular hozirgi parcha-parchalanish, guruhlanish va qutblashga xotima berib, o'zini qutqizishga qarata o'rtoqlikqa ega bo'ladi. Hatto Uyg'ur mustaqilligini hozircha va hatto mangu ololmasimi, mushu birli yo'l ularning g'ururliq, erkinlikka arziydigan va buning uchun badal to'layoladigan bir millatlikni do'stlariga va dushmaniga emas, balki yana texmo mohiyatligi o'ziga bildiradi. Uni o'zlaridan bosh tortib bo'lmas burchi sifatida avlodlarga qoldiradi. Bu ularning o'zini bir yo'qolmas umidda, bir yemirilmas g'ururda tutib turishining asosidir. Bu umidni, bu g'ururni tanlash adaqqi nuqtada bizga taalluqdir. Chunki biz qatliamni va uning oqibatlarini kontrol qila olmaymiz. Kontrol qila oladiganimiz bizning umidimizni tariximizga eng qorong'u paytlarda saqlab menish, g'ururimizni hargizmi yo'qotmaslikdir. Bu qatliam hamma narsamizni yo'qotgan taqdirdami, bu ikki omilni tanlay olish iqtidorimizni hargiz yo'qotolmaydi. Agar biz o'zimiz ularni yo'qotmasak va Xitoylarning yo'qotishiga yo'l qo'ymasaqlar, agar bundaq bir kollektiv umid va g'urur tuyg'usi bo'lmasa, Uyg'urlarning tirikligining hech bir ma'nosi qolmaydi. Ular jismida ehtimol tirik, ammo ruhida allaburun o'lib bo'lgan bo'ladi. Doktor Mamtimin Ala apandining Uyg'ur qatliami nomli kitobidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lasizlar.